mana Arduino Nano va VS2812 lentali chiroqcha bilan mana ramka yasadik. Buni nima qiladim desak, hozir tekshirib ko'ramiz nima bajarishini. Juda ham kino ko'rishni yaxshi ko'radiganlarga ajoyib loyihalar. Mana bu hozir kompyuterimiz o'chib qolibdi. Hop, mana kompyuterimiz yondi, mana tekshiramiz. Mashina yonib turadi. Endi faqat yonib turadimi desak, o'zini bitta programmasi bor. Mana yoqib qo'yamiz. Buni ichidan nastroyka qilib chiqqanmiz. Mana bu programmani o'zi ichidan nastroyka qilib chiqqanmiz. Hozir mana nastroykalar bor. Hop, endi mana bitta bu kino ko'rganda yoki kompyuterda ishlaganda orqa fonda shunga mos rangda chiroqlarimiz yonib beradi. Hazilmayda light testing bor. Mana tekshirish uchun mana buni ishlatib ko'rsak, mana chirog'ini o'chirib ko'ramiz va ishlashini ko'ramiz. Bu yerda yana boshqa videolar ham bor. Masalan, test. Mana xuddi shunday. Endi bu test uchun kino yoki boshqa videolar ko'rganda orqa fonda xuddi shunga o'xshab ranglar chiqadi. Mana shunday. Kimga yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosib qo'yasizlar.